Har tomonlama qobiliyatli hamda fanlarni chuqur o'rganishga qiziqadigan yoshlarni aniqlash va ulardagi iqtidorni yanada rivojlantirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish kabi maqsadlarda har yili umumta'lim maktabi o'quvchilari o'rtasida fan olimpiadalari tashkil etib kelinadi. Fan olimpiadasi bu o'quvchilarning o'zlari chuqur qiziqadigan fan yo'nalishlari bo'yicha egallagan bilimlarini sinovdan o'tkazish jarayoni hamdir. Ma'lumki, barcha joyda bo'lgani kabi Buxoro shahrida ham bu yilgi fan olimpiadalarining shahar bosqichi yuqori saviyada tashkil etildi hamda maktab bosqichlaridan saralangan o'quvchilar orasidan eng kuchlilari shahar bosqichida yuqori natijalarni qo'lga kiritdi. Kuni kecha 2025-2026 o'quv yili uchun o'tkazilgan asosiy fan olimpiadasining ikkinchi bosqichida yuqori natijalarga erishgan o'quvchilarni taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Taqdirlash marosimi o'ziga xos bayramona tarzda tashkil etildi. Rang-barang chiqishlar, go'zal raqslar ijrosi yig'ilganlarda katta taassurot qoldirdi. Ma'lumot uchun, olimpiadaning shahar bosqichida jami 3115 nafar o'quvchi ishtirok etib, ularning 117 nafari faxrli o'rinlarni egalladi. Jumladan 39 nafar o'quvchi birinchi o'rin, 39 nafar o'quvchi ikkinchi o'rin va 39 nafar o'quvchi uchinchi o'rinni qo'lga kiritdi. G'olib o'quvchilarning mehnati munosib qadrlanib, ularga qimmatbaho va esdalik sovg'alari topshirildi. Shuningdek, o'quvchilarni tayyorlagan fidoyi ustozlarning mehnati ham e'tirof etilib, ularga minnatdorchilik bildirildi. Asosiy fan olimpiadasining bu yilgi ikkinchi bosqichida yuqori natijalarni qo'lga kiritgan umumta'lim maktabi direktorlariga tashakkurnomalar bildirildi.